Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men hozir boshqacha bir so'zni qilaman. Bu so'z xalqimizning intayin jiddiy qaraydigan bir so'zlardan iborat. G'ulom Yag'ma apandim o'zining YouTube kanalida xalq saylimi degan bir xalq hareketidan iborat bir harakat 6 oyning oyog'i boshlanib bu hukumatni birlikka keltirish, hukumatning parlamentini qurib chiqish, parlamentdan ondan keyin xalqimiz tarafdan xalqimizning avangardlari seçilib bir hukumatni, simbollik bir hukumatni, Sharq Turkiston sürgündü hukumatini bu taraf to'g'izishdan iborat buni bir o'tirg'a elib chiqamiz deb tirishayotganligini men jiroqdan ko'zitib o'tdim. Bunun bir yaxshi bir natijasi bo'lib qolar. Biz 2019 boshlatgan şu Sharq Turkiston xalq saylam komitetininki bir qismi bo'lsin-mi, o'zi asli bir qismi bo'lsin, bir o'tirg'a chiqib xizmat qildigan bo'ldi. Xizmat qilib xalqimiz xalq saylami orqali bir-birlik kelib qolsa, Xitoy tajovuzchilariga ajallik bir zarba bo'ldigan bo'ldi deb bunidan aytib yaxshi so'yinib o'tdim. Ama G'ulom Yag'ma efendim bu hukumatni, bu xalq saylam hareketini qatnashayotganlarning ko'rinishida masala bor deb bir qancha masalalarni o'tirib qo'yib, bizningki YouTube kanallarida o'tirib chiqarib qo'ydi buni. Endi bu Sharqiy Turkiston xalq saylimi komissiyasidagi barliq a'zolar va uni qo'llayotgan xalq o'tirg'i chiqib, o'rnidan dast turib, G'ulom Yag'ma efendimning so'ziga to'g'ri samimiy shaklda javob berilmasa, qaratmalik so'zlarga, mana bilinglar, qaratmalik so'zlar borning ichida shu qaratmalik so'zlarga to'g'ri javob berilmasa, xalqimizni yana bir qator umidsizlantiradi. Birlashishdan umidsizlantiradi. Bir so'mbulluq hukumatni xalqarada birlik holatda bab-baravar holda saylash va saylanishdan iborat xalqning irodasi bilan o'tirg'i chiqqan bir so'mbulluq hukumatning umumiyuzlik chiqish irodasiga, umidiga daxl tarazi yetkazadi. Shunga mushu xalq saylamiga ega bo'lgan a'zolar va buni qo'llayotgan xalqlar o'rnin dasturib G'ulom Yag'ma efendimninki qaratmalik so'zlariga kimga qartilgan bo'lsa, shu birlab bunun cevabını berip ötüş gerek. Eğer bunun cevabını veremey qolib qolsa, xalqimiz ümitsizlanib qoladi. Buzg'unchilar qatoridan bo'lib qolamiz.